Bizni endi boshiga taqadigan mana shunaqa babushkasini to'qishni o'rganamiz. Babushkasi uchun dastlab 39 ta zanjir olamiz. Zanjirni ko'rsatkich barmoqdan o'tkazib, o'rta barmoq va bosh barmoqni ushlab, mana shu tarzda 180 gradusga aylantiramiz. Agar qiynalsanglar, bu holatda oddiy mana ipni mana shunday holatda ushlab olib, kurchokdan ilmoq terishimiz mumkin. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti. Mana 39 dona zanjircha terdik. Endi bu zanjirni birlashtiramiz. Birlashtirdik. Endi 5 dona zanjir olib 1, 2, 3, 4, 5. 5 dona zanjir olib bitta, ikkita zanjirni tashlab, 3-zanjirdan nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana bitta ilib olib, 1, 2, 3, 3-zanjirdan. Endi yana 2 dona zanjircha olib, orada 1, 2, ikkita zanjir tashlab, yana bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Mana shunaqa setka hosil bo'lishi kerak. E'tibor qilamiz, ikkita zanjircha olib, ikkita zanjir tashlab, 1, 2, 3-sidan 1, 2, 3, 3-sidan nakitli ustuncha teramiz. Qatorimizni oxirigacha shu tarzda davom etamiz. Mana qatorimizni oxiriga yetib keldik. Boya boshida 5 ta zanjircha bilan ko'tarilgandik. O'sha zanjirchani hozir birlashtiramiz. Ya'ni 1, 2, 3, 3-zanjircha bilan oxirgi nakitimizni birlashtiramiz. 5 ta ko'tariladigan zanjirchamiz birlashtiruvchi zanjircha hisoblanadi. Endi ikkinchi qator ham xuddi shu tarzda davom etadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta ko'tarilamiz va bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana ikkita zanjircha olib, yana bitta nakitli ustuncha to'qiymiz. Yana ikkita zanjircha. Mana xuddi shu tarzda 4 qator to'qiymiz. Ya'ni 1, 2, hozir ikkinchi qatori, 3 va 4-qatorlarni ham xuddi shu tarzda to'qib davom ettiramiz. Mana 4 qator to'qib tugatdim. Endi mana bu ulangan joyini o'rtaga qilib yig'ib qo'yamiz. Bir, ikki,
Mana xuddi shu tarzda tikib qo'yamiz nina bilan. Mana babushkamiz tayyor. Shamizni endi ko'ylakchasi va shapkachasini to'qishni o'rganamiz. Men shapkachasini to'qib olganman. Ikkalasi bir xil to'qiladi, ko'ylakchasi va shapkachasi. Bittasini to'qib olganman, bittasini hozir birgalikda to'qiymiz. Sariq rangli ipdan foydalandim. Endi ko'ylakchasini to'qish uchun 77 dona zanjir terib olamiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 77 dona teramiz. Mana 77 dona zanjirchamni terib tugatdim. Endi 3 ta zanjir tashlab 1, 2, 3, 4-inchisidan nakitli, ya'ni ilmoqli ustuncha teramiz. 1, 2, 3, 4. Mana bitta terdim. Xullas 37 marotaba bitta to'qiymiz, bitta ko'paytiramiz va yana bitta to'qiymiz. Bitta terdim, endi ikkinchisiga ko'paytirish qilamiz. 1, 2 va bitta teramiz. Mana xuddi shu tarzda bitta nakitli ustuncha teramiz, bitta ko'paytiramiz va yana bitta nakitli ustuncha teramiz. Bitta nakitli ustuncha, keyingisida ko'paytiramiz shu nakitli ustunchani, ya'ni bitta zanjirga ikkita. Yana keyingisida bitta. Xuddi shu tarzda qator oxirigacha davom ettiramiz. Mana qatorimiz oxiriga yetdi. Endi birinchi qatorimiz tugadi. Endi orqasini o'girib 3 ta zanjircha bilan ko'tarilib 1, 2, 3. 2 qator mana shu 101 ta nakitsiz ustunchani ozaytirmasdan, ko'paytirmasdan to'qiymiz. 2 qator. Ya'ni ikkinchi va uchinchi qatorlarni shu tarzda ko'paytirmasdan to'qiymiz. Qator to'qib kelganimizdan keyin xuddi shunaqa holatga keladi. Endi yana bir qator pirpirak qismini to'qiymiz. Buning uchun 3 ta zanjircha olamiz. 1, 2, 3, 3 ta oldik va bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Yana 3 ta zanjircha bilan ko'tarilamiz. 1, 2, 3 va hech qanaqa dankit tashlamasdan oddiy ustuncha to'qib qo'yamiz. Yana
1 2 3 bitta nakitsiz ustuncha. Yana 1 2 2 3 va bitta nakitsiz ustuncha. Qatorimiz oxiriga qadar shu tarzda davom etamiz. Mana qatorimizni oxiriga yetkazdik. Endi bosh qismini bilan ikkalasini razmeri bir xil, faqat ko'ylakchasini beli sal ingichka bo'lgani uchun ko'ylakchasida tugmachalar o'rnini va qisqartirishni boshlaymiz. Endi ipimizni uzmasdan 1 2 3 4 5 ta nakitsiz ustuncha to'qidim va 5 ta zanjircha olaman. 1 2 3 4 5. Bu tugmani ilmog'i uchun va mana bu boshiga birlashtirib qo'yamiz. Endi qatorimiz oxirigacha bitta to'qib, bitta qisqartiramiz. Ya'ni bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta qisqartiramiz. Yana bitta nakitsiz ustuncha to'qiymiz, bitta qisqartirish qilamiz. Bitta nakitsiz ustuncha, bitta qisqartirish. Xuddi shu tarzda qatorimizni oxirigacha to'qiymiz. Mana qatorlarimizni tugatdik. Endi ortiqcha iplardan xalos qilamiz. Bu o'sha ko'ylakcha qismi. Mana bu yog'iga bitta tugmacha tikib qo'yamiz va o'tkazib qo'yamiz.